qariganimda pensiyaga chiqqanimda pensiyani olib dunyo kezaman, pensiyani olib xohlagan joyimga boraman, vaqt bemalol bo'ladi deb o'ylardim, lekin adashibman. Keksalik faqatgina bola, oila chaqa orttirgandan keyingina haqida fikr yuritarkansiz. Kichkinaligimdan boshlab jo'jalar boqardim. Oyog'i sinib qolsa, yog'ochlab bo'ylab o'zimcha gips qilardim. Xirurg bo'lishni orzu qilardim. Tibbiyot texnikumiga o'qishga kirgan edim. Imtiyoz bilan tamomlaganman, lekin u soha bo'yicha keta olmadim. Oilaviy sharoitim boshqa sohani tanlashga majbur bo'ldim. Hayotchi harakatdan iborat. Yotsangiz ham kuningiz o'tadi, o'tirsangiz ham kuningiz o'tadi. Avvalambor bomdod o'qiyman. Undan keyin birpas dam olaman, oltida turaman. Uyimda tovuqlarim bor, jo'jalarim bor, agarodim bor. Jo'jalarimni ovqatini, tovuqlarimni ovqatini, suvlarini beraman, agarodda go'tlardan yurib beraman. Undan keyin sug'oriladigan pomidor, bodringlar, qalampirlar, bolgarskilar, hamma narsa zelli qo'ldan chiqadi. Hammasini o'zim separdim ham, ko'kartirganman ham, hosili ham o'zimizga. Ayol loyihasini keldim. Oyijon, mahallada loyiha ochilgan ekan, yangi o'qish bor ekan, o'sha yerga jo'natishmoqchi dedilar. Keldim, qo'lida bolasi kichkinaligi uchun bora olmayman shekilli dedi. Endi o'qishga ishtiyoqim balandligi uchun telefon qildik. Men ham borsam bo'ladimi? Yoshim katta, yo'q faqat yoshlarga o'rgatishadimi dedim. Yo'q, bemalol boravering dedilar. Ertalab endi bismillah deb bordim. Obstanovka yoqdi. Bu qanaqa moliyalashtirish loyihasi desam, islom yo'nalishida ekan. Bu islom yo'nalishi qanaqa ekan desam, bu endi islom shariatlari yo'lida ekan. Shariat yo'li nimasi? Halollik, shaffoflik, vijdonan yondashuv. Shaffof bo'lish kerak edi bu loyihaga yondashayotganda ham. Kichik biznesdan boshlasa bo'ladi. Ular har doim kelib tekshirib, 1 yilgacha monitoring qilib, biror tupikka kirib qolgan bo'lsangiz, qat'iy yechim topib berishga yordam berishar ekan. Har doim ham huquqiy, moliyaviy savollaringizga javob topishga yordam beramiz deb va'da berib qolishdi. Hali yapon loyihasi bor. O'shada kesishmalar bor-da, o'sha yerda o'zingiz yo'nalishda nima qila olaman? Nima qo'limdan keladi? Nimaga bu bilan shug'ullanaman? Bundan qanaqa mablag' topa olaman? Kimga kerak bu narsalar? Ana o'shalargacha savollarga javob topib turibgina biznes boshlash kerak. Yozda hamisha mavsumiy ish bilan shug'ullanardim, banka yopardim, pomidor, bodring, recholar. O'zim nafaqadaman. Lekin hozir yaqinda 1-2 oy ichida pandemiya hunarmandchilikka bor bir joyda ko'rdim, o'zimga ma'qul keldi. Hozir mana shu milliy zargarlik bilan shug'ullanaman. Eng katta sinov farzand yo'qotish. Farzand dog'i. Bilasizmi? Men hamma narsaga chidardim. Ota-ona o'larkan, chidarkansiz. Qarindoshlardan aziz eshitarkansiz. Rahmat qilsin, joy jannatdan bo'lsingiz. Oldin kelganlar oldin ketish kerak ekan. Lekin boshimga tushgan g'am tashvishdan keyin juda ham o'g'lanish qiyin bo'ldi. Ayniqsa orqasida kichkina bolalar qolsa-da, o'shalar mas'uliyati ham bo'yningizga tushsa, ana o'shandan og'ir jazo bo'lmasa kerak. Balki jazo emas, bu Allohning sinovi. Ana o'sha sinovdan Allohga shak keltirmasdan, iymonni yo'qotmasdan chiqishni o'ylayman. Undan chiqish oson emas, lekin har bir ayollar juda ham kuchli. Bu sinovdan to'g'ri yo'l bilan chiqishga harakat qilish kerak. Bir kuni uxlab yotibman-da, yelkam birov turtibdi-da. Самый настоящий kuch bilan teyapti birov yelkamga. Shunda hali ko'zim ochilmagan ona, bolamga qarang, ona, bolamga qarang degan ovoz eshitildi. Men aytdimki, voy, meni qizim o'lgan-da, bu ovoz qayerdan kelyapti deb hayron ko'zim ochdim. O'sha chaqaloq navaram bilan birga yotardim. Boshim ushlasam istimalab yotibdi. Dod berdim. Bor narsa ekan. Mayli, bir xil ishonmaydi, bir xil ishonmagan o'ziga. Men o'shanda bildim, o'tgan ona bar bo'lamdir ekan. Onani yaratgan bu dunyoda, onani yaratmasin deb bekorga aytmasgan. Hech kim boshqasi emas.
hech kim. Hammani bolasi o'ziga buyursin. Bu imtihonlar juda og'ir. Eng kerakli, конечно, bu ishga majbur bo'lganim, qo'limda 3 oylik chaqaloq, 12 yoshli Poti Zuhra nevaralarim. Bularni voyaga yetkazish mas'uliyati kuchli demanda. Ana o'shani unutmadim. Nevaralarim uzatdim, nevaralar ko'rdim. Otasi, onasi ko'rmaganini ko'rdim. Qizim oldiga yorug' yuz bilan borib, bolalaringni katta qildim, bolam desam, menga boshqa og'irligi yo'q. Tesa bilan roziman qilgan mehnatlarimga. Farzandingiz o'lsa, siz ham o'lib ketmas ekansiz-da. Ayniqsa zurriyotlari sizga qolib ketgandan keyin ota-ona qilib bergan mas'uliyatni qilishga majbur bo'lgandan keyin kuch-quvvat kerak bo'lar ekan. Ana o'sha kuch-quvvatga esa ong orqali yetishcha bo'ladi. Bo'ldi deb yotib olib, kasal bo'lish emas. Alloh shu sinovga meni ravo ko'rdimi? Yorug' yuz bilan chiqay deb o'ziga maqsad qilib qo'yish kerak. Taqdirim bitibdi deb qo'lingdan yerga tushirish kerak emas. Tiranash kerak, harakat qilish kerak. Eng kerak qalbda ishonch bo'lish kerak. Shunaqa bo'lish kerakmi? Alloh meni peshonamga shu taqdiri bitibdimi? Shu taqdirimdan roziman. Men bu hayotdan mamnunman.